qilmagan ishim qolmadi. Xitoyga hamma protseduralarini mashqlarni qilib chiqdim. Lekin tizzam bukilmaydi, oyog'im yopilmaydi, kechasini uyqu ko'rmaydi ko'zim. Pataya olib kiyib olganimga soat 11 dan 12 gacha uxlayman, 2 dan 4 gacha uxlayman, kechasi bilan mast bo'lib uxlayman. Lekin men kechayu kunduz qaqshab chiqardim, uyqu ko'rmasdi ko'zim. Rost bilan ham televizor ko'rsang juda dahshatli kinolar. Qur'onni o'qisang, tez nima qilasan, tohratga borish kerak. Yana muammolar chiqib, tuni bilan nima ish qilishni bilmaysan. U yig'asan, yoshing bu joyga yetib borgan, bu ham yoqmaydi. Men uxlayapman. Onadan qayta tug'ilib uxlayapman. Xo'jayinim men oldilar shu oyoq pataydi. Ular har yarim soatda chiqardilar. Hozir umuman kechasi 2 marta chiqdilar hozir. Grijam mana shu 2 kun oyoq kiyimni kiyib yotyapman. Kiyib yuryapman hozir. Lekin mana namozim ertalabki bondotga men tikka turib o'qiyman yo yotib o'qiyman. Rosti bilan o'qiy olmasdim. Oyog'im qatlanmaydi, bukilmaydi. Bu yoqdan tortadi. Nima qilishimni bilmas edim. Lekin hozir Allohga ming qatla shukr, tizzam bukilyapti, yuryapman. Ozgina o'shishini etmasam oyog'im o'shib qolyapti hozir. Lekin boshqa hammasi joyida. Allohga ming qatla shukr.